Balık tortotdi. Yürü yürü. Oskyonmi? Qarsilashini qarang buni. Sezdingizmi? Usti tuzli emas-da, lekin donning ichiga tuz o'tibdi. Baliq o'g'ri zo'r ketadi desam ichiga. Qarang, qarang. Biroz. Keling, baliq tushdi. Oskyonmi? Qo'rqmanglar. Hammasi nazoratim ostida. Suvda turibdi, endi baliq kelib qoldi hozir. Mana shunaqa bo'ladi baliq tutishgani. Suvga bekorga tushmabsiz mana, baliqlarni oson chiqarib beryapsiz. Sizlar ham shunaqa mazza qilib dam olish istagan yaqinlaringizga videoni jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar.